sizlarga hijob o'rab ko'rsatmoqchi bo'lman shu ko'ylak bilan. Shunaqa chiroyli ro'mol zakaz qilganman. Ko'rsatib olay sizlarga. Vashcha chiroyli короче. Mana endi hijob qo'yish bilmayman yaxshi qizlar. Bilganimcha qilaman. Bunda qolaman просто так. Nima bunaqa chiroyli bu qiz desam ishonmaylar, ko'ylakning o'zi chiroyli. Bilaman, hammanglar yozasizlar hijob yarashar ekan deb. Rahmat, sizlarga ham yarashadi. Shapkamni ipini qaranglar, buni ikkinchi rangi bor, shunaqa. Ro'molim bilan shapkasi tushmadi. Bilaman qizlar, lekin menda bori shu edi. Hop, bo'ynalarim ochilib ketyapti onasining. Orqasida ip korseti bor. Xohlaganingizcha belingizga to'g'rilab bog'lab olsanglar bo'ladi korsetini. Yozgi qizlar ichingizdan hech nima kiymaysizlar, ichingizlar umuman ko'rinmaydi. Bu bo'lsa ro'molsiz ko'rinishi, kачествоsi zo'r, fasoni ham. Zakaz uchun direktga yozasiz.